Benim ismim Ayşemgül Obul. Men Qashqar Yo'porg'idan 3-kanat 3-mahalleden. Men 2006-yildan beri Shveysariyada yashayapman. Men tuqqanlarim uchun guvohlik berman. Bu rasmdagilar mening oilam. Yo'porg'a bozor 3-kanat 3-mahallada turadi. Singlim Aypaşa, 34 yaş. Akam Hasancan Obul. Enim Abdusami Obul. Bu enim İmam Hüseyin Obul. Bular üçün guvohlik beraman. Ma rasmdan sanab o'ng tarafdan ikkinchi enim İmam Hüseyin Obul. 2015-yil turmuqqa kirib ketgandan beri hech bir xabarni ololmag'lib. Enim İmam Hüseyin Obul hozir 39 yoshga kirdi. Hayotmi, tirikmi bilmayman. Ma'lum tuqqanlarimniki 2017-yildan beri aloqam yo'q bo'lganligi uchun bularning qayerligini xabarim yo'q. Xalqaro kishilik huquq tashkilotining Xitoy ishg'olchilarining bu irqiy qirg'inchiliklarga xalqaro qonun bo'yicha jazoga tortishni talab qilaman.